duduqlanishni davolasa bo'ladi. Duduqlanish bu juda ko'p insonlarni, xususan o'zimni boshdan ham o'tgan, yoshligimda shu kasallik bilan chalinganman va keyinchalik mutaxassislar bilan ishlab va o'zim bu kasallikdan chiqib ketishda algoritmini yo'lga qo'yganman. Duduqlanishni qanday davolash mumkin? Uni kelib chiqish sabablari, qanday turlari bor va qanday davolash usullari bor? Qaysi metodni qo'llasa tezroq bu kasallikdan xalos bo'lish mumkin? Xo'p, duduqlanishni bu nima degani? Ya'ni duduqlanish bu qisqa muddat ichida tovushlarning ko'proq qayta talaffuzi, gapirishga qiynalishlik, gapirgan paytda qo'rquvning paydo bo'lishi, chuqur nafas, qotishlarning paydo bo'lishi, shu kabi juda ko'plab belgilar bilan namoyon bo'ladi. Qiziq ma'lumot, qiziq statistika, bolalarning 1-3%da duduqlanish holati uchrashi mumkin. Duduqlanishning eng ko'p uchraydigan payti bu 3-4 yoshdan boshlab 7-8 yosh o'rtasida ko'proq uchraydi. Endi duduqlanishni qanday turlari bor va uni qanday kelib chiqadi? Asosan duduqlanishni klinik kelib chiqishiga qarab 3 ta asosiy guruhga ajratamiz. Bu birinchisi klonik turi degan payti bemor talaffuzda ya'ni bu bir tovushni ketma-ket qayta takrorlash va natijada so'zning chiqmasligi. Ikkinchisi bu tonik turi. Birinchisiga teskari bo'lgan holatda bu ya'ni ovozning qotib qolishi, ya'ni qilgan payt, ya'ni o'sha paytda gapirmoqchi bo'lganda ovozlarining chiqmay qotib qolishi. Uchinchisi esa ham birinchi, ham ikkinchi, ya'ni klonik va tonik turi ham ikkalasi birdan kelib qolish ehtimolligi bor. Xo'p, bu 3 ta asosiy guruh edi. Endi asl kelib chiqish sababiga qarab yana 2 ta guruhga bo'lib olamiz. Bu nevrotik turi, ikkinchisi nevrozapodobniy turi. Nevrotik turi degan paytimiz hayot davomida qo'rquv, vahima, qaysidir bolam kuchuk qo'ygan bo'lishi mumkin, kuchuk tishlagan bo'lishi mumkin, kimdir baqirgan bo'lishi mumkin. Shunaqa bolalarda bu nevrotik turga mansub bo'ladi. Nevrozapodobniy turi degani boshdagi o'zgarishlar, chandiqlar, kistalar, ayrim o'sma kasalliklari, kattalarda insultdan keyingi holatlar, yosh bolada ham insult bo'lishi mumkin. Undan keyin ko'pincha nevrozapodobniy turida nasliy moyilliklar ham uchrash darajasi yuqori bo'ladi. Endi duduqlanish kasalligining 4 ta darajasi tafovut qilinadi. Xo'p, bular qaysi darajalar? Birinchi darajada bu duduqlanishi bor insonni o'zi gapirayotganda his qiladi, ya'ni o'zida subyektiv bemorda o'zida his qilinishi mumkin. Atrofdagilar deyarli buni duduqlanishi borligini bilmaydi. Bu darajada ko'proq duduqlangan paytda sekin-sekin gapiradi. Gapirgan paytda hayajonlanish paydo bo'ladi. Ayrim tovushlarni gapirganda talaffuziga qiynalishi mumkin. Ikkinchi darajada esa buni atrofdagilar ham sezishni boshlaydi. Ayrim tovushlarga duduqlanish bo'ladi, qotishlar bo'lishi mumkin gapirgan payti, gapirishga qo'rquv. Uchinchisi bu og'ir daraja. 3-darajasida bu kasallikni atrofdagilar bemalol sezadi. Umuman tovushlarini talaffuzda qiynaladi, o'zida diskomfort paydo bo'ladi. 4-chi va eng og'ir darajasi bu 4-darajasini davolash qiyin. Har bitta gapirgan paytda har bitta so'zida duduqlanish. Hech qaysi so'zni to'g'ri talaffuz qila olmaydi. Ya'ni bu 4-chi eng og'ir darajasi hisoblanadi. Duduqlanishni davolayotgan paytda ko'pgina mutaxassislar va bemorlarni o'zi ham nazardan qochiradigan joyi bor. Bu nima? Ya'ni logofobiya. Duduqlanishning ikkinchi nomi logonevroz, lekin bemorlarda logofobiya holati. Bu nima degani? Gapirishdan qo'rqishlik. Ya'ni duduqlanishi bor odam ko'p joylar, to'y hashamlar, ya'ni bu kollektivni oldida gapirish yoki maktabda mavzudan doskaga chiqib javob berish kabi holatlarda gapirishga qo'rqadi. Shu jumladan bu holat meni o'zimda ham bo'lib o'tgan. Endi buni logofobiyani davolashda ko'pincha logonevrozda bu boshdagi serotonin degan modda bilan bog'liq bo'lgan disfunksiyasi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar kechadi. Ko'pincha duduqlanishi bor insonlar tabiatan ta'sirchan, hamma narsani o'ziga oluvchi, tez ta'sirlanadigan, voqelikni giperreaksiya bildiradigan, asabiy insonlarda ko'proq duduqlanish uchrashi darajasi yuqori bo'ladi. Bemorni davolagan paytda faqat uni tanasini emas, balki uni ruhiyatini ham davolash maqsadiga muvofiq. Xo'p, endi duduqlanishni
o'zim qanday bu kasallikdan tuzalganman. Yoshligimda o'sha logofobiyam bor edi va ayrim so'zlarni ham klonik ham tonik tipda menda shu holat bo'lgan. Xalqimizda maqol bor. Ya'ni bilgan emas, balki boshdan o'tkazgan tabib degan holat bor. Bu kasaldan qanaqa chiqib ketganman? Birinchi navbatda bu ayrim guruhdagi dorilar bor. Duduqlanish kasalligida eng katta xato bu faqat doriga suyanib qolish. Faqat dorilarni o'zi bu kasallikni 100% davolamaydi. Endi qanday algoritm bu kasallikdan yaxshi bo'lish mumkin? Birinchisi bu o'ziga nisbatan ishonchning yuqori bo'lishi. Ya'ni bu kasallikni davolay olaman degan qat'iy ishonch bo'lishi kerak. Bemor ota-onasi majbur qilganligi uchun, yaqinlari majbur qilganligi uchun, faqat uyalgani uchun kelish kerak emas. Bu yerda men shu kasallikdan xalos bo'laman degan fikr paydo bo'lishi kerak. Bir. Ikkinchisi, ovoz mashqlari. Bemorlarda ko'pincha kuniga 30 minutdan 2 mahallab, 3 mahallab ovoz mashqlarini qilish bu bemorda sezilarli ravishda nutqida ijobiy tomonga o'zgarishlarga olib keladi. Ovoz mashqini qanday qilish kerak? Shaxsiy tajribamdan oynaga qarab, o'zbek tilidami qaysi tilda tekstni yodlanadi va 30 minut davomida ovozi boricha ko'pincha oynaga qarab ifodali aytish bu nutq ravonligining oshishiga olib keladi. Ikkinchi holat bu ko'pchilik nazardan qochiradi animal terapiya, ya'ni uy hayvonlari yoki qaysidir uy hayvoniga qarash orqali nutq markazini tinchlantirish. Bu qanday sodir bo'ladi? Ya'ni uyda akvarium, baliqlarga qarash, zotdor qanaqadir mushuklarni erkalash yoki boshqa uy to'tiqushlarga, qushlarga qarash ham bu nutq markazini tinchlanishiga sabab bo'ladi. To'rtinchi o'zimning shaxsiy metodikam bu qanday? Ko'proq tinchlantiruvchi muzikalardan foydalanish. Kimdir o'sha eski uslubdagi klassik musiqalarni eshitadi, kimdir zamonaviy. Duduqlanishi bor insonlarga sho'x va shu bilan birgalikda rap, rock tipidagi musiqalarni eshitish tavsiya etilmaydi. Bular duduqlanishni kuchaytirishi mumkin. Xo'p, qaysi? Men o'zimni eng yaxshi ko'rgan bastakorim Hans Zimmer yoki Paul Morvani eshitganman. Bu duduqlanishda nutqimni yaxshi rivojlantirishda ancha yordam bergan. Uchinchisi bu cognitive behavioral therapy yoki ikkinchi nomi bu kognitiv xulq-atvor terapiya. Bemorning o'zi bilan kasalligi haqida to'liq ma'lumot beriladi va qaysi holatda o'zini qanday tutishligini tushuntiriladi. Bu metodika ham yaxshi samara beradi. Keyingi metodika bu psixologlar bilan ishlash, logoped bilan ishlash. Ko'pincha logopedga olib borgan paytda logopedik massajlar yoki boshqa usullar bilan ham kasallikni davolash mumkin. Keyingisi bu ko'pincha xalq tabobatidan ignoterapiya orqali, ayrim paytda elektroforez bilan natriy brom qo'yish orqali bo'yin sohasiga ham bu duduqlanishda yaxshi yordam beradi. Eng oxiri bu dorilar yordamida davolash. Men duduqlanishni o'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqib davolashni 3 ta guruhdagi dorilarga bo'lib olganman. Birinchisi yengil, o'rta va o'ta kuchli dorilar. Agar 80-90% holatda bemorda o'zini agar videoni boshida aytib o'tganimdek bemorda 4-daraja bo'lmasa, 1-2 darajada 80-90% effekt qilish ehtimoli bor. 3-darajada 50-50. 4-darajani davolash ehtimolligi juda ham past. Faqat ahvolini yaxshilash mumkin. Qaysi dorilarni qo'llash kerak? Bu dorilar nimaga qaratilgan? Bu periferik mushaklarning qotishini, ya'ni gapirgan payt ovoz chiqmay qotib qolishini, ikkinchidan nutq markazida insonning o'naqaylarida e'tibor beramiz. Miyaning chap tarafida broka zonasi bor, broka zonasini tinchlantirishga qaratiladi. Bu markaziy tipda davolash deyiladi. O'shanaqa dorilar bular bo'lishi mumkin: trankvilizatorlar, natro preparatlar, antidepressantlar, shu bilan birgalikda vitamin komplekslar ham bu kasallikda ijobiy yordam beradi. Xo'p, bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Siz va yaqinlaringizda duduqlanish bilan bog'liq bo'lgan turli xil kasalliklar va holatlar bo'lsa, konsultatsiya uchun quyidagi va yuqoridagi raqamlarga telefon qilib konsultatsiyaga yozdirishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda quyidagi link orqali Dr. Alimov Telegram kanaliga o'tib, bemorlar bilan suhbat jarayoni, bemorlarni davolash va shunga o'xshash ko'plab qiziq tibbiy ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Sog'liq bu siz uchun eng oliy ne'matlardan biri bo'lib, uni asrash o'z qo'lingizda. Siz bilan Dr. Alimov bo'ldi.